Ota-ona bu hayot bizga bergan eng katta ne'mat. Ularning qadri bor ekan, ko'p hollarda biz buni sezmaymiz. Chunki ota-onamiz yonimizda bo'lsa, ularni doimiy deb o'ylaymiz. Ota sukutdagi tayanch. U ko'p gapirmaydi, lekin har bir harakati bilan farzandi uchun yashaydi. Charchab kelsa ham dardini aytmaydi. Biz kulib yurganimizni ko'rsa, o'zi ham baxtli bo'ladi. Ona esa cheksiz mehr. U farzandi uchun yuragi bilan yashaydi. Tunlari uxlamay, kunduzlari charchaydi. Lekin og'riqni sezdirishni istamaydi. Ona uchun farzandni birgina kulgusi butun dunyoga teng. Afsuski biz ko'pincha ota-onani faqat nimadir yo'qolgach tushunamiz. Ularni ovozi sog'inilganda, duolari yetishmaganda, kech bo'lganini anglaymiz. Ota-ona bizdan boylik kutmaydi. Ular faqat hurmat, mehr va bir og'iz shirin so'z istaydi. Ba'zan oddiygina qalaysiz degan savol ham ular uchun katta baxt bo'ladi. Unutmang, ota-onaning duosi eng kuchli qalqon. U duosiz yo'l uzoq bo'ladi, lekin duoli qadam adashmaydi. Agar bugun ota-onangiz tirik bo'lsa, bu Allohning sizga bergan eng katta imkoniyati. Ularni ranjitmang, ovozingizni balandlatmang. Bir kun kelib aytilmagan so'zlar yuragingizni ezishi mumkin. Bugun qo'ng'iroq qiling, bugun holidan xabar oling, bugun mehr ko'rsating. Chunki ertaga kech bo'lishi mumkin. Ota-ona qadri vaqt o'tib emas, ular tirik paytda bilinishi kerak.